Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Mana bahorda mo'lla mazza qilib o'tlayapti. Bu jonivor kalgo sayl kuni tug'di, uchgan oldi. Xuddi o'ziga o'xshagan. Mana ulari. Bu kalgoda bitta katta balasi bor edi, ulam sigir narki videolarda bor edi. Xullas u endi yo'q. Yaxshi ham shunaqa videolar olib internetga joylab qo'ygan ekanman. Esdalik qoladi-da. Jonivor nima? Mazasi qochib qoldi, ketdi. Endi mana o'ziga o'xshagan tog'di, buni ham sigir qo'laman nasib bo'lsa, uni balasini ham. Ana bu ham uni balasi. Navorasiga almashuvdim qishda. Ulam qo'noji. Ana u tana ham uni balasi. Aprel hamma ishda. Dehqonlar mol boqishda mana. Bu yerda chang bilan g'am bo'lmaydi. Mana bahor keldi, yozi bilan bir aynalib kelib ketsa odam mazza qiladi. Mana bu sigir uyga ketadi faqat. Ana qolganlari ipi bilan o'zi. Hozir boqaman. Shag'laga bog'lab ketaman. Ertalabgacha ham yotaveradi. Endi yozi bilan shunday. Oktyabr, noyabr oylarigacha hammani mol shag'da yerlarni boshida yotadi. Sigir ham keyinroq uyda qoladi, olib kelmayman. Uyda ham ovqat bor. Xullas og'aynilar shunchaki o'zim qiziqishdan mana esdalik uchun videoga olib internetga joylab qo'yayman. Bir ikkitala sababi nima deb kommentariy qoldirib. Sababi o'zim uchun. O'zim uchun shunchaki 15 yildan beri o'ylasam YouTube'ga kirib video nimalar ko'ramiz. Bir xillari ko'rishga arziydi, bir xillari arzimaydi. Hech qanaqa ma'nosi yo'q. Shu bir kun kallamga fikr kelib qoldi. To'xta dedim. Nima uchun bir umr birovlarni ko'rishim kerak? O'zim ham shunday qilsam bo'lmaydimi deb mana shunday qilyapman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlaringga baraka.